Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yangi ishimizni Allohning iznidan boshlab oldik. Bu manzilimiz Saksakapa mahallasi. Bu obyektimiz 132 kvadrat metrdan iborat bo'lib, ikkita sanuzel va shuncha kvadrat topli pol xizmatini qilib beramiz. Yo'qotish hech qachon erkakka og'ir kelmaydi. Agar hurmat qilmaydigan bo'lsa, erkak kishi hurmat qilinmagan joyda eng vысший sort любовь bo'lsa ham ketadi. Eng cho'tki sevgi bo'lsa ham ketadi baribir. Bu hurmat talab qiladi erkak kishi. Men erkakman. Menda bunga immunitet shakllanib bo'lgan. Ya'ni nimaga? Yo'qotishga. Yo'qotish hech qachon erkakka og'ir kelmaydi. Esimizni tanibmizki yo'qotamiz. Oddiy narsa. Bizni sovuqqonlikka yo'yadi-yu, shunchaki yo'qotib o'rganib qolganmiz xolos. Yo'qotish ayolga og'ir keladi. Ulardan ko'p narsa so'ralmaydi. Shunchaki fitratingni ushlab ber, men erkaklik hislatimni qo'yib beraman.